Tog'a shu kech bo'lsa asam buzilgan odat chiqdi-da. Nimaga? Mollarga qarash kerak-da bile. Xohlaysanmi shu ishlardan bittada qutulasan? Ha-da. Xo'playman. Unda eshit. Bitta chumolini erkagini qovurib ketishing kerak. Endi sen chumol qurib ko'tingni gapirib turaman. Gole sangam, chibegama. Tog'acha men qaynoq bilan chumol olib keldim. Yo'q. Xo'sh, buni erkak chumoliligini qanday isbotlaysan? Ko'p bala chumol olib bordim. Hammangni tog'im chaqiryapti, ish bor ekan dedim. Orasidan bittasi shunday chiqdidan keyin tog'imga qo'ydim. Ishi bor bo'lsa o'zing kelsin dedi. Keyin o'sha chumolni pishirib olib keldim, tog'a.